Starsa, bugun kimlar yo'q? Bugun faqat Jamil yo'q edi. Hozir probkada kelyapti u ham. To'lqinovachi. To'lqinova erga tegyapti. Siz bugun to'y edi. Ha, baxtli bo'lsin. Voy, nima unaqa deysiz? Qalerga tegmadi-ku. Asota endi tushmadi-yu. Joydan kiring tezroq. Alo, Hamidov, kelyapsizmi? Bitta siz qoldingiz. Qulab qolma, amallab turing, o'rtoq obedmanda. Bo'pti. Rahmat, to'xtab podashka qildingiz. Hamidov, siqilmay bandalik ekan. Bugun kelmay qo'yaversangiz ham bo'lardi. Tushunmadim, o'rta nima dedingiz? Amakiz o'ldi dedi. Starsa, guruhingizga ayting, mana bu kitobdan hamma olsin, 50 ming so'mdan. Tushunadi ustoz. Bolalar, mana bu kitobni olmasa, ustoz sessiyada baho qo'yilmas ekanlar. Bu nima ekan? 100 mingdan. Zuparovga necha qo'yish kerak? Unga 3 qo'yar ustoz, unga farqi yo'q. Uzunboyevgacha. Sulton amini olib baholarini 5 qilib bermasangiz bo'lmaydi. Rasul dadamga va'da berib qo'yganman. Tursunboyevga 5 qo'ying, hamma fani 5 ga bo'pti-da. Keyin sharoit ham sal og'irroqda. Yorqinboyevgacha. Sizga necha marta aytishim kerak? Sizda ko'nglim yo'q. Hadeb chiqmanga sabab yozurma iltimos. Sen asli bo'lsangiz o'zingizga. Unga qo'ymay ustoz o'zi kelib yopib oladi. Dam faniza kelmagan-ku. Ha, to'g'ri. Ha, o'zingizga necha qo'ying? Hurmatingiz ustoz. Starsani bahosi 5 bo'ladi. Yashang. Rahmat ustoz. Starsa, bugun kimlar yo'q? Bugun faqat Jamil yo'q edi. Hozir probkada kelyapti u ham. To'lqinovachi. To'lqinova erga tegyapti. Siz bugun to'y edi. Ha, baxtli bo'lsin. Voy, nima unaqa deysiz? Qalerga tegmadi-ku. Asota endi tushmadi-yu. Joydan kiring tezroq. Alo, Hamidov, kelyapsizmi? Bitta siz qoldingiz. Qulab qolma, amallab turing, o'rtoq obedmanda. Bo'pti. Rahmat, to'xtab podashka qildingiz. Hamidov, siqilmay bandalik ekan. Bugun kelmay qo'yaversangiz ham bo'lardi. Tushunmadim, o'rta nima dedingiz? Amakiz o'ldi dedi. Starsa, guruhingizga ayting, mana bu kitobdan hamma olsin, 50 ming so'mdan. Tushunadi ustoz. Bolalar, mana bu kitobni olmasa, ustoz sessiyada baho qo'yilmas ekanlar. Bu nima ekan? 100 mingdan. Zuparovga necha qo'yish kerak? Unga 3 qo'yar ustoz, unga farqi yo'q. Uzunboyevgacha. Sulton amini olib baholarini 5 qilib bermasangiz bo'lmaydi. Rasul dadamga va'da berib qo'yganman. Tursunboyevga 5 qo'ying, hamma fani 5 ga bo'pti-da. Keyin sharoit ham sal og'irroqda. Yorqinboyevgacha. Sizga necha marta aytishim kerak? Sizda ko'nglim yo'q. Hadeb chiqmanga sabab yozurma iltimos. Sen asli bo'lsangiz o'zingizga. Unga qo'ymay ustoz o'zi kelib yopib oladi. Dam faniza kelmagan-ku. Ha, to'g'ri. Ha, o'zingizga necha qo'ying? Hurmatingiz ustoz. Starsani bahosi 5 bo'ladi. Yashang. Rahmat ustoz. Starsa, bugun kimlar yo'q? Bugun faqat Jamil yo'q edi. Hozir probkada kelyapti u ham. To'lqinovachi. To'lqinova erga tegyapti. Siz bugun to'y edi. Ha, baxtli bo'lsin. Voy, nima unaqa deysiz? Qalerga tegmadi-ku. Asota endi tushmadi-yu.